4-chi bob. Ondan osmonda ochiq bir eshikni ko'rdim. Men burun anglagan, kanay ovoziga o'xshab ketadigan ovoz. Bu yoqqa chiq. Sana buningdan keyin yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni ko'stay, dedi. Muqaddas ruhning meni darhol ilkiga ilishi bilan erishda bir taxt va uningda o'ltirgan birini ko'rdim. Taxtda o'tirg'uchining qiyofati yeşil qoshtosh va qizil kvartsga o'xshaydi. Zumratni eslatadigan bir Hasan Husayn taxtni o'rab turadi. Taxtning atrofida yana 24 taxt bor edi. Taxtlarda boshlarga oltin toj kiygan, oq to'nga o'rangan 24 yetakchi o'ltiradi. Taxtdan chaqmoqlar chiqib, guldir momining guldir qaroslari o'nglanib turadi. Taxtning oldida yolqinlab turgan 7 mash'al bor edi. Bular Xudoning 7 ruhi edi. Taxtning oldida yana xuddi xrustoldek paqirab turadigan, aynakdek suzuk, dengizga o'xshaydigan bir narsa bor edi. Taxtning har bir tarafining o'ttiroq qismida oldi va kaynida nurg'un ko'zlari bor 4 tirik maxluq turadi. Birinchi maxluq shirg'a, ikkinchi maxluq buqiga o'xshaydi. Uchinchi maxluqning yuzi odamning chiroyiga o'xshaydi. To'rtinchi maxluq uchayotgan burkutga o'xshaydi. 4 tirik maxluqning har birining 6 dan qanti bor bo'lib, ularning butun badani, hatto qanot ostimi ko'zlar bilan to'lgan edi. Ular kech-kunduz tinmay mundaq deyishadi. Muqaddas, muqaddas, muqaddastur. Azaldan bor bo'lgan, hozirmi bor. Ham kelgusida kelguvchi, hammaga qodir Parvardigor Xudo. Tirik maxluqlar taxtda o'tirgan abadil abad hayot bo'lg'uchini ulug'lab, uningga hurmat va tashakkur izhor qilganida 24 yetakchi abadil abad yashaydigan taxtda o'tirg'uchining oyig'iga bosh qo'yib sajda qiladi. Tojlarini taxtning oldiga qo'yishib, mundaq deyishadi. Parvardigorimiz va Xudoyimiz, shon sharaf, hurmat va qudratga loyiqsan. Chunki hammani sen yaratding. Hamma şeyi xohishing bilan yoritilib vujudga keldi.